Assalomu alaykum. 5-mavzuyimiz hujayra. O'sha bu yoqqa darslarimiz sekin murakkablashib boryapti. Xo'p, hujayra. Hujayrani sitologiya fani o'rganadi. 1. Sitologiya so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, sito hujayra, logiya o'rganaman degan ma'noni anglatadi. Barcha o'simliklar hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, ayrim o'simliklarning mevasini, hujayralarini oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. Ular oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan o'simliklarni mevasidan 4 xil berib o'tgan. Ularga limon, ikkinchisi mandarin, uchinchisi tarvuz, to'rtinchisi pomidor. Bu o'simliklarning mevasini kesib ko'rganda ularning hujayrasini oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. O'simliklar hujayralardan tashkil topgan bo'ladi dedik. Hujayralar, xo'p, o'simliklar ikki xil bo'ladi hujayraviy tarkibiga ko'ra. Bir hujayrali o'simliklar hamda ko'p hujayrali o'simliklar. Bir hujayrali o'simlikka ikkita misol keltirib o'tib ketgan. Birinchisi xlorella, ikkinchisi xlominomonada. Xo'p, 4-ma'lumot. Hujayrani birinchi bo'lib ingliz fizigi Robert Hooke 1665-yilda kashf qilgan. Ingliz fizigi Hooke 1665-yilda hujayrani kashf qilgan. Xo'p, hujayraning tarkibiy qismlari 3 xil organdan, asosiy organlardan iborat. Ular hujayra qobig'i, sitoplazma hamda yadro. 5-ma'lumot. Hujayrani tarkibi 3 xil asosan. Qobiq, sitoplazma hamda yadro. Xo'p, endi bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Hujayra qobig'i. Hujayra qobig'i kletchatkalardan iborat bo'lib, kletchatkalar hujayra qobig'iga mustahkamlik beradi. Mana buni hujayra deydigan bo'lsak, hujayra qobig'i kletchatkadan iborat bo'ladi. Kletchatka hujayra qobig'iga mustahkamlik berib turadi. Hujayra qobig'ining vazifasi hujayraga shakl berib turadi va hujayrani tashqi muhitdan himoya qilib va tashqi muhit bilan bog'lab turadi. Xo'p, hujayra qobig'ining ichkarisida sitoplazma bor. Sitoplazma hujayraning muhim organik qismi bo'lib, tiniq, rangsiz, shaffof, qo'yiq holatda yoki suyuq holatda bo'ladi yoki shilimshiq bo'ladi. Ya'ni elastiksimon bo'ladi, doimo harakatlanib turadigan. Hujayraning ko'p barcha organik qismlari shu sitoplazmaning tarkibida joylashgan bo'ladi. Keyingisi yadro. Yadro ham shu hujayraning deyarli markazida joylashgan bo'ladi. Yadroning vazifasi hujayraning bo'linishida katta rol o'ynaydi. Ya'ni irsiy axborotlarni saqlovchi yadro hisoblanadi. Xo'p, yadro ba'zi o'simliklar bor, ularning hujayralarini yadrosi bo'lmaydi. U o'simliklarga 3 ta o'simlik to'g'ri kiradi. Ular bakteriyalar, ko'k va yashil suvo'tlari hamda ayrim zamburug'larni yadrosi rivojlanmagan bo'ladi va ularni shu moddalari, yadro moddalari sitoplazmada tarqoq holatda joylashgan bo'ladi. Xo'p, yana bir qo'shimcha ma'lumot berib o'tib ketgan. 1681-yilda ingliz olimi Robert Brown yadroni hujayraning muhim organi ekanligini aniqlagan. Robert Brown.
Xo'p, keyingi tarkibiy qismi plastidalar. O'sha sitoplazmani tarkibida joylashgan plastidalar bor. Xo'p, ataylab rangli qilib berib o'tib ketyapman. Xo'p, plastidalar 3 xil bo'ladi. Ular leykoplastlar, leykoplastlar, rangsiz bo'ladi va xloroplastlar, yashil bo'ladi va xromoplastlar. Xromoplastlar qizg'ish, zarg'aldoq, sariq rangda bo'ladi. Asosan qizg'ish. Xo'p, plastidalarning vazifalari, misol uchun aytamiz, xromoplastlar qizg'ish, sariq qizg'ish ranglardan iborat bo'lib, bular gulga hamda mevalarga rang berib turadi. Xloroplastlar bo'lsa, yashil rangda bo'ladi. Ular fotosintez jarayonini bajarishda ishtirok etadi. Leykoplastlar rangsiz bo'lib, ular o'zida zaxira oziq moddalarini to'plashadi. Hujayrani keyingi organi bu vakuol bo'lib, vakuol hujayraning shirasi, suyuqlik shirasi bilan to'lgan bir bo'shliq. Bu shirasining tarkibiga ko'ra o'simliklarning mevasi achchiq yoki shirin ta'mli bo'ladi. Xo'p, o'simliklarning hujayrasini turli xil bo'lishini misol uchun piyozda ko'rib chiqamiz, chunki piyozni ham hujayrasi yaxshi ko'rinadi. Piyozning hujayralarini boshqa o'simlik hujayralaridan farqi cho'ziq bo'lishida. Ikkinchisi zid joylashgan va uchinchisi rangsiz bo'ladi. Leykoplastlar, ya'ni leykoplastlar rangsiz bo'ladi. Xo'p, ikkinchi o'simlik bu g'o'zani chigiti, chigit tolasi bitta hujayradan iborat bo'ladi va uning uzunligi 3-4 sm bo'ladi. Tolasi bitta hujayradan iborat, uzunligi 3-4 sm bo'ladi. Xo'p, yana ma'lumotlardan vakuol. Vakuolning tarkibida organik moddalar ham bo'ladi va vakuolning tarkibi faqat 70-95% suvdan iborat bo'ladi. Xo'p, hujayrani kimyoviy tarkibi ikki xil guruhga bo'linadi. Ular organik hamda anorganik guruhga bo'linadi. Organik, anorganik. Organik tarkibiga 3 ta oqsil, uglevod va yog'. Anorganikka suv va mineral tuzlar. Xo'p. 5-mavzu hujayra mavzusida berilgan ma'lumotlar shulardan iborat.